Qanaqa otlanmoqchisan? Bana urug' chansiva xonim olaman. Xonim olasan. Kaç pul maaşı var hanım olsun buldu sana? 5 ming ko'ylab. 5000 koy. Neç pul bir saç hanımga mesela toylukka? Beraman xonimga 50 ming ko'y. 50 ming berdim sen. 50 mingdan sen 5 ming qaytirib bersin, necha qoldi o? 6. 6 ming koy qalamda. Ha. Aşı hesabni chiqara oladigan xonimdan birisi bo'lsa, vaqtda tegib olsam bo'ladi. Men anglab qolinglar. Tulponni ching tutib, quloqdan tutsin. Men rasmiy xonim olaman deb qo'ygan. Xonim olaman. Xanisi buzgan ha. Aşı savat berdim olaman. Sen sabahdan bağmış olacak. Men savadim bor. 48 ke çikin kos kaç olmuş olacak? Ha, 48 çikin kuş baka. 68. Mana ko. Zaten sen xonim tinchlik. Sarang olsam o'zimga. Yaxshi sarangni aqsoga berib berasing bir lag'ma eprishdingizmi? Epamet Ha. Ben yapadım o. Vasi Epading mi? uning sen padan pulni tugildim atiyan. Oo! Sen ya qisqamidim.